Quloq va burun operatsiyasi birtada bajaramiz. Xudo xolasa, burunda nafas olish qiyinchiligi bor, burun to'sig'ida perforatsiya kuzatilgan, o'ng qulog'ida quruq mis temperamenti aniqlangan. Hozirgi kunda quloq va burun operatsiyasi birgalikda bajarilyapti. Buni imkoniyati bor, yaxshi natijalarga erishilyapti. Ko'rishlaringiz mumkin, burun to'sig'ida qiyshiqlik, chaqanoqlari kattalashgan, burundan nafas olish qiyinchiligi ham bor bemorda. Burun to'sig'ida teshiklik, pastki qismida unaqa katta bo'lmagan teshik. Hozir birato'la teshikni yopib, burun to'siqlarini to'g'rilab, nafas olishni tiklaymiz. Burun to'sig'ini to'g'riladik, perforatsiyani yopdik, operatsiyani yakunladik. Hozir burun bo'yicha ko'rishlaringiz mumkin. Shu yerda burun to'sig'i teshiklik bor edi, ikki etapda yopdik. Tog'ay va teri ko'chirib o'tkazdik. Ko'rishlaringiz mumkin. Burun operatsiyasini tugatdik. Endi navbat quloq perforatsiyasini yamashga. Mana o'ng quloq nog'ora parda почти total perforatsiya aniqlanyapti, ko'rishlaringiz mumkin. Hozir quloq pardasini to'liq yopib, natijasini yana ko'rsatamiz. Quloq pardasini yamadik, operatsiyani yakunlayapmiz. Quloq parda teshigi to'liq yopildi, eshiklari ham xudo xolisa yaxshilanadi.